Tavsiya ekan. Bunda ichki chizilganlar radisi qanday topar ekanmiz? Bunga bo'lishdi. Mana. Buni 5 ni ko'paytirib qo'ysak 5 yil zosh bo'lar ekan radis. Agar A tomonga bog'lasalaring, masalan, mana buni A taqsim 2 deb hisoblasak, formula keltirib chiqarsa bo'ladi mana qarang. Keyin bagi tashqini tushuntirdim. Endi mana bu ko'pirchakka mana shunday chizilsin-da. Mana shunday. Mana shunday. Mana shunday bo'lsin. Qaranglar. Endi mana bu x bo'lsa, bu ham nima bo'ladi? X bo'ladi. Chunki aylanagacha bo'lgan masofalar nima? Teng. Mana y bo'lsa, bu ham y bo'lib qoladi. Masalan, mana bu yer jami 8 bo'lsa, necha? Mana bu yer necha bo'ladi? 8 minus x bo'ladi. Mana bo'ldi. Всё, ana shunday chiqadi. Bu yer ham necha bo'ladi? 8 minus x bo'ladi. Va hokazo shunaqa shulardan foydalanib topib ketaveradigan mavzuda bu. Hech qanday boshqacha taktikalar yo'q. Endi ketdik. Birinchi misoldan boshlaymiz. Bismillah deb. Necha burchak mana birinchisi? 1 2 3 4 5 6 burchak. 6 burchakni mana bunday chizardik. 1 2 3 4 5 5 6. Mana shunday bo'ldi. Xo'p. Bunga aylana chizilyapti. Mana bu 8 ekan, mana bu 9 ekan, mana bu 8 ekan, mana bu 7 ekan. Mana bu x ekan, mana bu o'xshadi deb tasavvur qilasizlarda mana shu yerga o'tdi. 7 bo'lgan, короче. Mana shu x topish kerak ekan. Qanday topamiz? Mana bu yerda a desam, mana bu yer 9 minus a bo'ladimi? Mana bu yer 9 minus a bo'ladimi? Keyin mana 8 berish uchun 1, a minus 1 desam bo'ladimi shuni? Sababi nimani berish kerak bu? Ikkovi qo'shilib 8 ni qaytarib beramizmi? A bilan ketadi, 9 bilan 1 ketsa shu. Keyin mana bu yerim a minus 1 mi? Mana 7 ni berish nima bo'lish kerak bu? 6 minus a bo'lib qoladi, to'g'rimi? Keyin bunga yo'q, to'xtada, bermay qoladi shu. 8 minus deyish kerak u. 8 minus a desak, a bilan a 1 bilan 1 ketadi-da, 7 ni beradi. Keyin bu yer 8 minus a bo'ladimi? Keyin xo'p, bu tomondan kelamiz endi. Mana bu yer ham a bo'ladimi? Mana bu yer a bo'lsa, bu ham a bo'ladimi? Keyin 8 ni berish nima bo'lish kerak? 8 minus a. Bu yer ham 8 minus a mi shunda? Keyin 7 ni berish nima bo'ladi bu? A minus 1 bo'ladimi? Chunki 8 bilan 7 bir ayrilib 7 ni berish kerak. Shunda mana bu yer shu bo'lsa, bu yer ham shu bo'ladimi? Mana bu bilan mana buni qo'shib nimaga teng deymiz, bolalar? X teng a minus 1 plus 8 minus a. Bu bilan bu javob x teng shundan 7 bo'lar ekan. Javob tushunarlimi qanday ekan? Da aylantirib kelsa javob chiqadi-da. Endi qaranglar, mana bu yerda 4-misol bor ekan. 4-misolda aytayaptiki, o'n ekan, mana bu radius ekan. Ana shundan radius topish kerak ekan. Nima bo'ladi? Qaranglar, bitta yaxshi taktikasini o'rgating. Mana bunga, mana bu parallel-ku. Parallel bo'lgandan 10 da bu ham bo'ldi. Tushunarlimi? Mana shunday parallel shu yoqqa ko'chirib qo'ysa, shuning ustiga tushib qolyapti. Qancha 10. Tamam. Tushunmadingmi? Olti burchak. Ana-da ular, yaxshi chiqsa ko'rsataman degan. Yaxshi-da, olsin-da, молодец. Popilis emasmi uniki? Popilis ko'rganimda. Popilis uniki. Ha, ham chamishib bir broiler borib qo'ymagan ekansan debman-da. Ma borib o'ldirar ekansan hamma. Asosiylar olinmagan narsa.
Qaranglar, radiusmi? Mana shunday ekan. Radius topishimiz kerak ekan, to'g'rimi? Mana bir A bo'lsa, mana ham A bo'ladi, mana bu orasi 120 bo'lardi-ku, to'g'rimi? 6 burchakda. Nega bunday 120 ni qayerdan topdik o'zi? 360 taqsim 6. Ha, mana bu betda bo'lardi-ku, o'sha betda nimaga teng edi? 360 taqsim n. N nima edi o'zi? N tomonlar soni. Tomonlar soni 1 2 3 6 tami? 360 ni 6 ga bo'lsak 60 chiqadi. Demak, tashqi burchagi necha bo'lyapti? 60 bo'lyapti. Ichki burchagi necha bo'lishga majbur? O'shandan 120 bo'lishga majbur. Tushunarlimi? Endi kosinuslar teoremasini qo'llaymiz. R teng A ga edi-ku. Mana bu xossada. R teng A ga bo'lgani uchun A ni topsak, R topgan bo'lamiz-da. Ketdik. Kosinuslar teoremasini qo'llasak, buning kvadrati necha? 300 mi? Teng buning kvadrati A kvadrat plus yana A kvadrat minus 2A kvadrat. Kare kosinus alfani o'rniga minus 1 taqsim 2. Minus 2 minus ketadi, 2 bilan ketadi. 3A kvadrat teng 300. A teng 100 bo'ladi. A kvadrat teng A teng 10 ekan. R teng 10 deganda bu. Bo'ldi. Bitta kosinuslar teoremasini qo'llaykanmiz, chaq javob chiqar ekanda. Endi mana bu 10 ni ko'rsatamiz qaranglar. 10. Mana shunday bo'lsa, mana bu yerdan bergacha radiusmi? Mana bu 10 bo'lsa, mana bu ham 10 bo'lsa, mana bu ham 10 bo'lsa. Xo'p, bizga ichki chizgining radiusini topish kerak ekan. Qanday topamiz bolalar? R teng, mana bu yerdan berga tortsak nima bo'lardi bu? R mi, katta R mi? Katta R nimaga teng edi? Tomonga teng. Katta R tomonga teng. Shundan 10 ekanda mana bu ham, to'g'rimi? Mana bu 60 bo'ladimi? Mana bu ham 60 bo'ladimi? Endi bizga nima kerak o'zi? Mana 5 bo'lib qoladimi? Buning kvadratini beramiz, necha bo'ladi? 100 dan 25 desak, 5 yıldız osti 3 mi? Bo'ldi. Shu R ni so'ragandi bizdan. Qiyinmasa, undan keyin qaysi? 13. Mana bitta tortsak 10 ekan. Bu R ham A ga teng dedik, to'g'rimi? Shunday bo'lsa, yuzasini topish kerak. Mana 5 burchak yuzasini topishimiz kerak ekanda. 6 burchakmi? Ha, 6 burchak yuzasini topish kerak. R teng A mi? Bizda S 6 burchak yuzasini topish formulasini aytdim. 3 yıldız osti 3 taqsim 2 A kvadratmida? 3 yıldız osti 3 taqsim 2 A kvadratni o'rniga nima qo'yamiz? 100. Ketsa necha bo'ladi? 50. 50 ni ko'paytirsak 150. Yıldız osti 3 bo'ladi mana javob. Qiyin emasmi? 13 dan keyin ana bal A B S D E F deyapti. Tomoni 20 ekan. Oson bo'lib qolyapti bu ham. Keyin unga bitta tashqi aylana chizilgan. Ichki aylana chizildi. Rahmat. Mana shunday chizilgan. Qarang, mana bu baloncha bor-ku, xuddi boya mashinaning balonlariga o'xshagan narsa bo'lib qolyapti. O'sha balonning hajmini topishimiz kerak, yuzasini topishimiz kerak ekan. Qanday topamiz buni? Yo'q. Mana bunday bo'ladi. Ha, mana bu 60 bo'ladimi? Mana bu ham 60, mana bu 30 bo'lib qoladimi? Mana bu R, bu kichkina R. Bizdan katta aylananing pi r kvadratdan, katta aylanadan, tashqi aylanadan kichkina aylanani ayirib qo'ysak, o'sha balonning yuzi kelib chiqadimi? Demak, pi ni chiqarsak, r kvadrat minus r kvadrat bo'ladimi? Bu yarmi 20 bo'lsa, mana bu 10 bo'lib qoladi desa bo'ladimi? Ha? Demak, r kvadratdan r kvadrat dersak necha bo'ladi? 100 mi? Mana bu yerga olib kelib qo'ysak bo'ladimi? Mana bu yerga o'shani olib kelib qo'ysak bo'ladimi, bo'lmaydi? Pi ko'zlama 100. Bo'ldi. Qiyin emasmi shaqlar? 16. 16 da 6 burchakka ikkita ketma-ket yo ichki aylana chizilgan ekan. Nimalar o'qiyapman men?
Altı burchakka ichki aylana chizilgan. Olti burchak tomonlari 4, 6, 7, 8, 5 ekan. Mana bu x ekan. 6-tomonni uzunligini toping. Birinchi savol emasmi? Ha? Mana bu savolga o'xshamayapti mana bunga. Qanday qilamiz shunda? Mana buni a deb olamiz. Bu ham a bo'ladi, to'g'rimi? Bu yer 4 bo'lish uchun 4 minus a bo'ladi. Bu ham 4 minus a bo'lsa, mana bu 2 6 berish uchun mana bu 2 plus a deb qo'ysak bo'ladi. Chunki 4 ga 2 qo'shilib 6 a bilan hisob ketadi. Mana bu 2 plus a bo'ladi, mana bu yer 5 minus a bo'ladi. Bu yer ham 5 minus a bo'ladi. Mana bu yer 3 plus a bo'ladi. 3 plus a. Mana 2 minus a bo'ladi. Mana bu yer ham 2 minus a bo'ladi. Mana bunga buni qo'shsak x ga tenglaymiz. X teng a plus 2 minus a, a larga javob 2 ekan. Qiyin emasmi? 21. 21 da nima deyapti? Qarang, muntazam 5 burchak ekan bunisi bolalar. Muntazam 5 burchak bor ekan. Mana radius ekan, mana 6 ekan. Muntazam 5 burchak degan hamma tomon 6 deganda, xullas. Shunda radius topish kerak ekanda. Mana 3 bo'lami shunda? Muntazam 5 burchakning ichki burchagi necha bo'ladi? 135 mi? 135 yarim necha bo'ladi? 135 taqsim 2 deylik. R ni 3 ga bo'lsak necha bo'ladi? Tangingiz 135 taqsim 2. Ikki tomonni kvadrat ko'tarib olsak nima bo'ladi? Mana yerga yozay. Короче, R taqsim 3 teng tangingiz 67,5. Tushunaymi? 67,5 da gradusda necha bo'ladi? R teng 3 tangingiz 67,5 bo'ladi. Endi qaranglar, buni balki shuni yozib qo'ygandir, balki qiymatini qo'yib qo'ygan bo'lsa. 50 ta yozib qo'ygan. Tangingiz 50 deganmi? 6, tomoni 6 ga 3 tangiz 50 to'lab qo'ydi. To'xtanglar, 5 burchak tashqi burchagi necha bo'ladi? 360 taqsim 5 bo'lsa 72 bo'ladi, to'g'rimi? 72 bo'lsa ichki burchak 108 bo'ladi-ku. Shunda 54 bo'lib qoladi mana, to'g'rimi? 54, tangingiz 54 bo'lar ekanda shunda. Tushunarlimi yo'qmi? Biz o'zimizcha nima qilmadik-da, tushuntirmadik. Mana bu narsa tangingiz 54. Qanday bo'ldi? Tushunarlimi? Mana bu tomonni bunga nisbati qildik, tangingiz 54 bo'lib qoldi. Bo'ldi, o'shana bittada javob bor ekan. Necha edi bu? 21 edi. 25 endi bolalar. 25 nima deyapti? Mana shunday xullas 5 burchak bor ekan 25 da. 10 ekan. Mana bu radius topish kerak ekan короче o'ziga. 10 bo'lsa mana bundan bitta tortsak, mana bu ham R. Bu 6 burchak emas, bir xil deb ayta olmaysizlar bolalar. 5 burchakda mana bu 54 dedilarmi? Mana 5 bo'lsa, bizdan radius so'ralyaptimi? Buni bunga bo'lib qo'ysizlar bo'ldi-da. 5 nimaga nisbati? R ga nisbati kosinus 54 bo'lib qoladi. R ni topsak 5 taqsim kosinus 54. Yoki bo'lmasam 90 dan ayirib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. 36 bo'lib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. 5 taqsim sinus 36 desa ham bo'laveradi baribir. 90 minus 36 qilsa beradi-da. Tushunarlimi? Farqi yo'q. Bu javob bilan bu javob bir xil aslida. Agar yozmaga shu javobni yozsalang, buni ham to'g'ri deb hisoblaydi. Chunki bu bilan bu bir xil narsa-da. 25. Ha, 29. Tizim 8 burchak chizish qiyinroq endi. Sakkiz burchak bo'ldimi saninglarda? 1, 2. To'g'ri. Xo'p, 8 burchak ekan. Unga tashqi aylana chizish ekan. Mana bunday. Mana shunday bo'lyapti. Keyin nima qilyapti? Erni top deyapti, короче.
er ekan bu. Mana bu ham er ekan. Mana bu 10 ekan, to'g'rimi? Mana shu er topish kerak ekan 8 burchakdan. 360'da 8 ga bo'lamiz. Necha bo'ladi? yani qarang siz orasi o'sha 45 deydi. 45 dan beri 360 45 bo'ladi. Orasi ikkita orasida burchak. O'shani ikki ko'rsatsa ham bo'ldi o'sha. Ha, mana 10 demoqchisan-da meni bu. Kosinus 45 dan 2 taqsim 2 mi? Ketadi. R kvadrat chiqarsak 2 minus 2 qoladi teng 100. R teng 10 taqsim 2 minus 2 bo'lib qoladi. Mana shunday joyga javob bo'lagan. Erasini qutqarib qo'ygan bo'lishi ham mumkin yoki ha, balki o'shani qo'yib qo'ygandir. Ha? 45 qarab. Mana 360 ni 8 ga bo'lsak necha bo'ladi? 45 bo'ladi. Mana bu yer 45 bo'lsa, mana bu yer jami 135 bo'lishi kerak. Mana bu yer 135 taqsim 2, bu yer ham 135 taqsim 2 bo'ladi-da. Ikkovini qo'ysang 270 yo 135, bunga 135 qolishga majbur-da. Ikkovini qo'ysang 135 mi haqiqatan ham? Bu yer 45 bo'lishga majbur-da keyin. O'shandan keyin kosinus teoremasini urib yubordik mana bu uchburchak uchun. Tushundingizlarmi? Mumtoz tushundingizmi? Qarang, boshqatdan tushuntiramiz. Mana tashqi burchagi formulasi betda edi, o'sha betda 360 taqsim 8 da, ya'ni 45 chiqyapti bu yer, to'g'rimi? 8 burchaklik uchun. Mana bu 45 bo'lsa, ichkari 135 mi? Mana bu ichki chizilgani bisektrisi bo'lishga majbur. 135 taqsim 2 bu. Bu ham 135 taqsim 2 da. Tengga bo'lib chiqadi burchakni. Keyin bu ham o'sha narsa bo'lsa, mana bu yerga necha qolishga majbur? Qaranglar, 135 taqsim 2 plus 135 taqsim 2 bu 135 deb beradi. Ikkovi 135 bo'lsa, bu necha bo'lishga majbur? 45 bo'lishga majbur. O'shandan kelib chiqdi. Xo'p, 29 dan keyin 32 ni ko'ramiz, qarang. 32 da nima deyapti? Muntazam 8 burchak bo'lsa kerak bu ham. Muntazam 8 burchak ekan, unga aylana mana bu A ekan. Mana bu 12 ekan. Ham topish kerak ekan, xullas. Qanday topamiz bolalar? O'chana ikkitani ushlashgan burchaklarni markazga tushirib olasiz. Mana shu qilsak-chi, boyagiga qilsak. O'sha A ga teng bo'ladi. Yo'q, bu B deylik. Nariga mana qoldirmang, betib olib qo'ying, ikki chekkaga. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmay qoladi-ku. Qara, buni topib olaylik, keyin o'shanga qo'yib yuboramiz chiqadi-da. 135 ga orasi, to'g'rimi? Ha, buni topaylik-da hozir shu kosinus teoremasidan. Ketdik, xo'p. Kosinus teoremasidan b kvadrat teng 288 minus 2 ko'paygan 144 kara kosinus 2 taqsim 2 mi? B shu xullas. B teng 144 288 144 2 bo'ladi. Ildiz olsak shu bo'ladi xullas. B'miz shu, to'g'rimi? Keyin kosinus teoremasiga qo'yib yuborsangiz javob chiqar ekanda. To'g'rimi? Sen nima qilyapsan? Qarab tur. Boshqa qanday? Buni qo'ysak, qaranglar. Kvadrati bo'lsa, momo bo'lmay qoladi. A kvadrat teng 288 2 ko'paygan 288 minus 144 2 minus 2 ko'paygan shu qandaydir b kvadrat deylik. Qara, kosinus alfani o'rniga nima qo'yamiz? 2 taqsim 2 pilis bo'lib ketadi mana bu bilan. Bu bilan ketsa, malika sig'may qoldi. Shuni davom ettirib qo'yasizlar, chiqadi javob. Ustoz, buni osmon yo'li bor. Qani chiqqan? 90 gradusda tushadi-ku, ichiga tushsa. Qarang, rasmga tushirib olinglar-da. Oson yo'llar burchakdan ko'rsatib sig'maydi-da. Rasmga tushirib olinglar tez-tez.